Hurmatli do'stlar, aziz hamkasblar va kiberxavfsizlik sohasiga qiziqadigan har bir tinglovchi. Bugun men sizlarga O'zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlikka oid milliy va xorijiy me'yoriy huquqiy hujjatlar tahlili haqida so'z yuritmoqchiman. Mavzu hozirgi raqamli dunyoda nafaqat dolzarb, balki hayotiy ahamiyatga ega, chunki kibermakon bu bizning kundalik hayotimizning ajralmas qismi. Bank kartalarimizdan tortib davlat xizmatlarigacha hammasi shu virtual muhitda joylashgan. Va agar biz bu sohada kuchli bo'lmasak, tashqi va ichki tahdidlar bizni osongina mag'lub etishi mumkin. Keling, bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Milliy qonunchiligimizdan boshlab xorijiy tajribaga o'tib, xulosalar bilan yakunlaylik. Men bu nutqni sizga nafaqat axborot berish, balki har biringizni o'z hayotingizda kiberxavfsizlikni jiddiyroq qabul qilishga undash uchun aytmoqchiman. Avvalambor, O'zbekistonning milliy me'yoriy huquqiy bazasiga to'xtalib o'taylik. Bizning mamlakatda kiberxavfsizlik sohasi jadal rivojlanmoqda, chunki prezidentimizning rahbarligida raqamli transformatsiya dasturi amalga oshirilmoqda. Asosiy hujjatimiz 2022 yil 15 apreldagi Org-74 insoniy kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun. Bu qonun kibermakonda shaxsiy jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishni maqsad qilgan. Unda kiberxavfsizlik tushunchasi aniq ta'riflangan. Bu axborot texnologiyalari orqali yaratilgan virtual muhitda resurslar, tizimlar va infratuzilmani ichki va tashqi tahdidlardan saqlash jarayoni. Qonun bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati yagona muvofiqlashtiruvchi organ sifatida ishlaydi. Ichki ishlar vazirligi esa kiber jinoyatlarni tergov qiladi. Muhim axborot infratuzilmasi obyektlari, masalan, banklar, energetika korxonalari, transport va sog'liqni saqlash tizimlari uchun alohida talablar qo'yilgan. Ular yillik kiberxavfsizlik auditlarini o'tkazishi, hodisalarni darhol hisobot berishi va maxsus choralar ko'rishi shart. Masalan, agar bank tizimiga DOS hujum sodir bo'lsa, ular 24 soat ichida DEXga xabar berishi kerak. Aks holda jarimalar qo'llaniladi. Bu qonunga qo'shimcha ravishda 2025 yilda sezilarli o'zgarishlar kiritildi. Masalan, 14 iyulda DXX raisining 3573 birinchi son buyrug'i chiqdi. U muhim obyektlar uchun sertifikatlash tizimini majburiy qildi. Endi banklar yoki energetika kompaniyalari kiberxavfsizlik standartlariga mos kelmasa, 100 million so'mgacha jarima to'lashlari mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy bankining 2025 yil 21 avgustdagi qarori tijorat banklari uchun minimal talablarni belgiladi. Shifrlash usullari, 2 bosqichli autentifikatsiya va sun'iy intellekt asosidagi tahdidlarni monitoring qilish tizimlari joriy etilishi shart. Bu choralar nafaqat tahdidlarni oldini oladi, balki fuqarolarning ishonchini oshiradi. Chunki do'stlar, o'ylaylik, agar sizning bank kartangizdagi pul xavf ostida bo'lsa, qanday hayot kechirish mumkin? Endi strategik hujjatlarga o'taylik. 20 million 242 ming 26 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlikni ta'minlash strategiyasi loyihasi may oyida qisman qabul qilindi. Bu strategiyaning asosiy maqsadlari 3 ta. Birinchisi, Milliy CERT kompyuter favqulodda vaziyatlar markazini modernizatsiya qilish, ya'ni hujumlarni real vaqtda aniqlash va javob berish tizimini kuchaytirish. Ikkinchisi, mutaxassislar tayyorlash. Har yili 5000 nafar kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis o'qitish rejalashtirilgan. Bu uchun universitetlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilinadi. Uchinchisi, aholini ogohlantirish. Maktablarida va universitetlarda kiberxavfsizlik kurslari majburiy bo'ladi. Chunki oddiy fuqarolar ham phishing hujumlaridan qo'rqmasligini o'rganishi kerak. Oldingi 20 million 202 ming 23 yillariga mo'ljallangan strategiya qisman amalga oshirildi. Ammo yangisi yanada kengroq u xalqaro hamkorlikka urg'u beradi. Masalan, Shanxay hamkorlik tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida birgalikdagi mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bu mintaqaviy tahdidlarga qarshi kurashni kuchaytiradi. Shaxsiy ma'lumotlar himoyasiga alohida to'xtalib o'taylik, chunki bu bizning shaxsiy hayotimizning kaliti. 2021 yildagi 0547 inson shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun ma'lumotlarni qayta ishlashda rozilik olishni, o'chirish huquqini va jarimalarni belgilaydi. 500 million so'mgacha.
2025 yilda bu qonunga sun'iy intellekt orqali ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha qo'shimcha normalar kiritildi. Masalan, agar biror kompaniya sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni ruxsatsiz ishlatib oshkor qilsa, siz sud orqali himoya qila olasiz. Bu qonun kiberxavfsizlikning asosiy ustuni, chunki raqamli dunyoda ma'lumot bu oltin statistikaga ko'ra bu choralar zarur, chunki tahdidlar ortib bormoqda.